dinini o'rgansa radikallashib ketadi degan tushunchalar borda. Bu butun dunyoda. Rossiya bu doim shu bilan qo'rqitadi bizani, Afg'oniston bilan. Ya'ni Afg'onistonda bir nima bo'lyapti, sizlarga ham ta'sir qiladi, ertaga sizlar ham radikallashib ketasizlar. Hammasida shu bilan qo'rqishi. Lekin e'tibor bersangiz, bugun dunyoda muammo chiqarayotganlar, dunyoni tashvishga solayotganlarning ichida qaysi biri musulmon davlat? Hop, mana Hindiston bilan Pokiston o'xshaydi. Pokiston, men hozir yana bitta xabar bor. Pokistonning o'zida hozir terrorchilar qo'lida 10 ta askar o'lib ketibdi. Hozir bu yangi xabarni aytaman sizga. Ya'ni Pokiston agar shunaqa muammo chiqarayotgan bo'lsa, o'zida allaqachon qattiq turgan bo'lardi. Evlolmaydi o'zida ham kerak bo'lsa shunaqa guruhlarni. Isroil, Falastin, Rossiya, Ukraina yoki Amerika Qo'shma Shtatlari, Grenlandiyani olib qo'yish masalasi, Panama kanaliga tahdid, Kanadaga tahdid, Xitoyning Tayvanga tahdidi. Qayerda siz islom diniga e'tiqod qiluvchilarni ko'ryapsiz? Yo'q, unday emas. Vafot etganlar soni bilan hisoblab ko'ringlar. Va u bilan solishtirib ham bo'lmaydi Hamid aka. Faqatgina u yerda aytishadiki, "Ayo, sizlar o'zingizdoqmi?" Yo'q, unday emas, hurmatli bo'lsa. Buni nimaga aytyapmiz? Qadriyatlarimizdan qo'rqmaslik kerak. Uni bilgan odam hech qachon birovga zulm qilmaydi, birovga yomonlik qilmaydi.